Salom, bu ikkinchi qismi uyning tepasi. Bu Artening uyiday uy. Artening uyiday uy deb bilaman. Artefakt to'liq ismi menimcha. Lekin Arte deb qolganman. Endi biz ikkinchi qism o'tgan qismda ana yerdan kattagon qasr qurmoqchi edik. Ana shuni davomini chiqaryapman. Qasr emasmi? Bu ana bunday uyning sal boshqacharog'i. Yana daraxt yig'ish kerak. Bundan oldin biz chivinmi pashsha chivin temir uchun bizga kerak bo'ladi golem. Temirchining uyini ham tekshirib bo'lganman. Unda hech bola chiqmagandi. Faqatgina bir qandaydir qilich bilan qandaydir nimadir chiqqan. Mana shu yerlarda ko'proq golem o'ldirganman. Mana shu yerda paydo bo'lishi kerak. Sizga birinchi Minecraft'da boshlaganimda yiqqan narsalarim juda kam edi. Endi mana shunday katta narsalar qilyapman. Birinchi bo'lib bizga temirchining uyiga borishimiz kerak. Ana o'zimizning qilichni olib olamiz. Ishlatilmaganda baribir bir qo'yib ketamiz. Xato qilib qoldi. Buni burga qo'yib ketamiz. Endi esa biz sug'voy bo'lmay qoldi. Endi daraxt yig'amizmi do'stlar yoki qasrimiz uchun deraza va tosh yig'amizmi? Kommentda yozib qoldiring. Menimcha bilmasam shu joyda video to'xtaydi.